Bu videoda sizlar bilan outputni, ya'ni neural networksni outputi qanday hisoblash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Keling, avval darsimiz rejasiga o'tadigan bo'lsak, o'zi output qanday hisoblanadi va uni orqasida qanaqa matematik hisoblashlar borligini ko'rib chiqamiz. Mana output hisoblashga keladigan bo'lsak, biz oldingi darsda perseptron bilan tanishgan edik. Ya'ni soddaroq tushunish uchun biz perseptrondan foydalanamiz. Bitta dona neyrondan tashkil topgan va bitta layerli neural network. Buni outputini hisoblash oson. Mana ko'rib turganinglardek, bizning formulamiz quyidagicha. Ya'ni summa xi wi qo'shilgan bias va activation functionimiz quyidagicha, ya'ni outputimiz 1 yokida 0 bo'ladi, qachonki x holatlari quyidagicha bo'ladigan bo'lsa. Bu qiyinmi? Yo'q. Kelaylik endi hayotiy misol bilan avvalgi formulani maydalab tushunishga harakat qilamiz. Ya'ni biz misol keltirishimiz mumkin, deylik, futbolga borish, bormaslik misoli bo'lishi mumkin. Ya'ni kelibdi Alisher futbolga boradimi, bormaydimi misolini ko'rib chiqamiz. Ya'ni inputlar bo'lishi mumkin. Bizda 3 ta input bor. Ya'ni birinchi input qaysi komandalar o'ynashi. Barselona, Real Madrid yokida Paxtakor, Bunyodkor va hokazo komandalar o'ynashi. Va shunda uning weightini qiymati 1 ga teng. Shu yerda weightning qiymati katta bo'lsa, demak shu inputni ahamiyati katta rol o'ynaydi, ya'ni outputni hisoblashda. Keyingi input bo'lishi mumkin, masalan, deylik, ob-havo, ya'ni ob-havo yomg'irli, qorli yoki quyoshli bo'lishi mumkin. Bu uchun Alisher uncha ahamiyatga ega emas. Sababi u, deylik, fanat bo'lishi mumkin. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar u futbolga boradi. Va uchinchi weight bo'lishi mumkin, uni do'stlari birgalikda bormasligi. Ya'ni unga 0.5 qo'yamiz. Ko'rib turganinglardek, prioritet, ya'ni ustunlik darajalarini ko'rib olishimiz mumkin. Demak, Alisher uchun qaysi komanda o'ynashi eng muhimi ekan. Ya'ni qaysi komanda ko'proq o'ynasa yoki qaysi komanda o'ynasa, borish ehtimolligi oshadi. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni do'sti bormaslik ikkinchi daraja. Uncha muhim emas, lekin borsa afzal, bormasa ham boraveradi. Futbolga degan xulosaga kelishimiz mumkin. Endi kelinglar boyagi formulani bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Summa degani o'zi nima degani? Xi degani x birinchisidan n'inchisigacha bo'lgan qiymatlarni w ga ko'paytirib qo'shish degani. Ya'ni summani ochaveradigan bo'lsak, quyidagicha ochiladi. Va bias turibdi, b degani turibdi. Bizda b degani bu bias. Endi hozir misolimiz Alisher haqida edi. Endi bizda Bahodir bor, Javohir bor va hokazo ko'plab insonlar bor va ular uchun hammasi uchun weightlarning ahamiyati har xil. Deylik, kim uchundir ob-havo muhim ahamiyatga, kim uchun do'stlar, kim uchundir deylik umuman kim o'ynashi ahamiyatsiz. Stadionni ko'rish uchun ham boradiganlar bor. Shu uchun hamma uchun moslashishimiz kerak. Ya'ni faqatgina Alisher yoki faqatgina Anvar yoki Javohir uchun moslashib qolmasligimiz kerak bo'ladi. Shu sababli biz bias qo'shamiz. Ya'ni bu bir xillikdan, ya'ni moslashib qolishdan bizni himoya qiladi bias. Va endi bizda output 1 yokida 0 chiqadi, to'g'rimi? Yokida boramiz, yokida bormaymiz. Bu binary classification. Buni machine learning darslarida yanada aniqroq o'rganib olgansiz deb o'ylaymiz. Step functiondan foydalanamiz. Ya'ni step functionning formulasi quyidagicha. X ning qiymatlari agar 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa 1, ya'ni boramiz. X ning qiymatlari 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, biz futbolga bormaymiz degan formulani beradi. Endi yanada aniqroq tushunish uchun, deylik, mana bu outputimizni ikki qismga bo'lib o'ramiz. Ya'ni birinchi qismda biz har bir inputlarni weightlarga ko'paytirib, unga bias qo'shyapmiz. Chiqqan natijani biz activation function, ya'ni bu yerda activation functiondan foydalangan holatda biz natijani beryapmiz. Ya'ni 1 yokida 0 chiqyapti natijamiz. Ko'rib turganinglardek, output xuddi shu ko'rinishda ishlaydi. Hozir biz bitta neyron misolida ko'rdik. Ya'ni bitta qatlamdan tashkil topgan va bitta neyronli. Va bizda o'zi odatda ko'p neyronlar va ko'p qatlamli neyronlardan foydalanamiz. Hammasi uchun quyidagi formula, ya'ni avvalgi ko'rsatgan formulamiz orqali har bitta neyron xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu uchun neyron uchun output hisoblaymiz, bu output bu neyron uchun input hisoblanadi. Keyingisida ham va hokazo va oxiri natijaga erishamiz. Va keyingi darslarimizda sizlar bilan TensorFlow va PyTorchda haqiqiy neural network qurib, ularning natijalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.